Najot yana bir tabriklaymiz. Farzandlaringiz nomidan 2 qator she'r o'qib beramiz. Undan keyin bizga ham javob berasizlar. Onajon, bu kunlarga yetganlar bor, albatta yetmaganlar bor. Inson ertalab turganiga, oyog'i yurganiga, yuragi o'rganiga, ko'zi ko'rganiga shukr qilish kerak ekan. Mana bugun biz ham mana shu yerga nasibimiz qo'shilgan ekan. Biz ham Allohga rozimiz. Onajon, yana bir bora tabriklab qolamiz. Vijdonni sotganlar yig'lamaganda, birovni yig'latib rohatlar qilib, gunohga botganlar yig'lamaganda, o'zingiz aytgandek turibman-da ona. Siz nega yig'laysiz? Yig'lamang. Yig'lamang, bo'yningiz saqqay ko'z yoshi. Sochingizni bitta tolasiga dunyo arzimaydi. Dunyo bag'ratosh, tug'lagan bag'rimni tig'lamang ona. Siz nega yig'laysiz? Yig'lamang. Qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo boyliklarim boshimdan sochsalar ham, otamning topgan uch tirtsa qo'liga yetolmaydi. Agar dunyo shoirlari nomimga she'r yozsa ham, onamning bir og'iz keldingmi bolam degan so'zga yetolmaydi. Siz baxtim yo'liga nur sochgan onamsiz, men uchun uyqusi qochgan onamsiz. Siz asli bosi, sokin ayol